Go'sht bilan kartoshkani aynan mana shu usulda tayyorlab ko'rsangiz, hammaga yoqishi aniq. Bu juftlikka ideal uyg'unlashadigan suzmali salatni ham ko'rsatib beraman. Go'shtni xuddi shunaqa yupqa to'g'rab olib, unga tuz, maydalangan sarimsoq hamda soya sousini solib, aralashtirib marinovka uchun olib qo'yamiz. Kartoshkani parey to'g'rab olib, qizigan yog'da qarsildoq qilib pishirib olamiz. Yog'dan ko'tarib olgach, qozondagi yog'imizni kamaytiramiz. Marinovka bo'lgan go'shtimizni solib, 1-2 minut qovuramiz va ozgina suv qo'yib, qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Go'sht yumshab pishib chiqqunicha yoniga salat tayyorlab olamiz. Pomidor, bodring, svejiy rayhonlarni uzib, yuvib to'g'rab olamiz. Endi suzmaga ozgina suv hamda tuz qo'shib aralashtiramiz va to'g'rab olgan masalliqlarimizni solib aralashtiramiz. Shu bilan mazali ishtaha-ochar salatimiz tayyor. Bu orada go'shtimiz ham yumshoqqina bo'lib pishib chiqdi. Eng chiroyli idishimizga suzib, yoniga salatlari bilan dasturxonga tortamiz. Retsept foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmang.